Xo'p, qaranglar, e'tibor beramiz, 5-savoldamiz. Tenglama berilgan. Oddiy qanaqadir a plus buni yo bo'lmasa a minus buni qaysi kvadratini oshiramiz-ku, oddiy shuni ishlab ketaveramiz. To'g'rimi? Uni ishlashni bilamiz. Xo'p, birinchisida formula eslatib o'tirishim shart emas, o'sha bilasizlar-ku, narsa yodib ketgan. Xo'p, birinchisini ishlashni boshlaymiz. A kvadratga tushadi. 4 minus ildiz ostida 7 plus, o'sha plus 2langanini ochyapman. 2 ildiz ostida bitta qavsda 4 minus ildiz ostida 7, 4 plus ildiz ostida 7. 4 minus ildiz ostida 7, 4 plus ildiz ostida 7. Ikkinchisi nima bo'ladi? Davomi nima bo'ladi? Davomi 4 plus ildiz ostida 4 plus ildiz ostida 7 bo'ladi. Savol yo'qmi? Plus minus 7lar ketdi, ildiz ostidagilar. Nima ish qilaman? 4 ga 4 ni qo'shaman. 8 minus 2 ildiz ostida. A minus b, a plus b. Nima degan plus? Ha, mana bu yerda plus yaxshi. Ildiz osti nima bo'lib qoladi? 16 minus 7. 16 minus 7 davom ettiryapman. 8 plus 2 ildiz ostida 9. 9 dan nechi chiqadi? 3 chiqadi. Yozib ketaveraymi? Ko'paytiramiz. 3 kere 2 6 14. Savol yo'q-a? Bormi shunaqa javob? B javob turibdi. Oddiy misollar bular boshlanishiga. Xo'p, ketdik, joylashtiramiz. Keyingisi 6 da. A, B, C sonlar berilgan, ildiz hamda oddiy ko'rinishda sonlar berilgan, o'z tartibida joylashtiraylik. Ya'ni kichkinadan kattaga qarab yurib borishimiz kerak. Nima qilamiz? Shu tartibda taxminiy chiqarib. Taxminiy. Shuni aniq qilish lozim. Qaranglar, ildiz darajasi qanaqa? Kvadrat, kvadrat, to'g'rimi? Hammasini kvadratga oshirib yuboray. A nechi bo'ladi? 36. Buni kvadratga oshiryapman. B nechi bo'ladi? B kvadrat. 16 ga 2, 32. Buni kvadratga oshirib nechi bo'ladi? C 40 bo'ladi. Bu tayyor. Tushunyapsizlarmi? Eng kattasi qaysi biri? C. Eng kattasi C, undan kichkina. A, undan keyingisi B. Bo'ldi. Xo'p, C, A, B bormi? C javob turibdi ekan. Savol yo'q? Yaxshi, o'z oldik.